Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hurmatli Telegram guruhimiz obunachilar. Tayvan pomidorlarimizni terishni boshladik. Mana kistovoy qilib teryapmiz. Qizargan rangi. Mana terilgan joyi ba'zilaridan ikkita kist. Aslida ikkita kist teryapmiz bir martaga. O'zi kistlarni o'lchab ko'rishimiz mumkin. Tarozi molda turibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Beshtalik pomidori bor. Xo'sh, spasiba. Bitta kistni qo'ydik 798, 800 gram degan. Bu 5 talik edi. Mana 6 taligini qo'yamiz. 6 talik 1 kiloga 45 gram. Mana 6 talik ekan. 482 gram. Mana 6 talik 494 gram. %100 gram mana 5 taliklar. 477 gram. %199 gram. Ishqilib yomon emas. Sal sredniyroq ekan. 900 gram. No? 784 gram ekan. %140 gram. 500 gram 4 tona. Bular sredniyroq endi. Ishqilib dona kamroq ekan. 845 gram. 837 gram. Üstelik 579 gram. Ana şunu özledim. Bitti mayda, uçtu normalde. 530 gram. Bize bitti kisini ana şu odayı bitti kisini 500 gram çoğaldaymış ki. Peki ana şuna kattalar beradi. Endi bu yerga xomlarini olib tashlayapmiz teng bo'ldi. %179 gram. %177 gram. Ha şuna. O'rtacha bitta kis ish qilib chiqyapti. 700 gramcha deb 800 gramcha deb hisoblasak bo'ladi bitta kisni. Mana katta kislar bor, mana pomidori ko'p. 8 ta pomidor bor. Mana 1,5 kilo chiqishi kerak. Mana bu yerda bor ekan. Mana bu yerda bor. Pomidori juda ham ko'p. Bu 1 kilodan oshiq chiqadigan kislar bular. Mana. Ish qilib
terimni boshlab kelamiz. 300 dona pomidordan o'zi 2 kilodan chiqsam bitta terimga 60 kilo chiqadi bo'lsa. Şu mana 28 dona ko'chatdan terilgan qizil pomidorlar. Har biridan ikkitadan gulxon oldik. Endi bitta terimda bu endi birdan ko'ramiz. Şu ikkita şu koyduk taroziga ровно 22 kilo. Olib qo'yamiz 0 olmana. Şimdi bular qo'yamiz. Bitta qo'ydim. Mana 40 chiqibdi. İkincisini qo'ydim. 22 yutuyoruz. 22 yutuyoruz bo'lsa, bu 22. 44 kilo yutuyoruz. 28 ta ko'chatdan olmuş. Bir martaga. 44 kilo yutuyoruz. Tarozi bo'lsa 450 gram chiqadi. Mana 0 ko'ribsizlar. Korobkani qo'yaman o'zi. 400 gram çıktı. Bitta korobka. Короче, ana endi ko'ryapsizlar, bu yerga hech qanaqa ortiqcha boshqa pomidor yo'q. Biz Dog'istonga mendan boshqa hech kim bu yerga qizil ekmagan. Sizlarga tonnaga yo kilogramga ish olmaydi, dehqonlarga bitta narsani oddiygina o'chamanda. Hozir ko'rdingizlar. 1,5 ta 2 ta kist oldim har bitta niholdan. Bu kistlarim hammasi bunaqa to'liq unaqa 1 kilo 200 gramlik unaqa emas. Maydarog'i ham bor mana. Ko'ryapsizlar? Unaqasi ham bor mana. Maydarog'i ham bor. Katta-kattasi ham bor. Har xilda bular. Короче, bitta sizlarga sirni ochaman. Hozir ko'ryapsizlar ana shu yerga mana ikkita o'sha payvandim unaqa 30 ta emas 28 ta. 28 tadan men 44 kilo terdimmi? 28 ta hisoblamayman-da. Buni 44 kilo hisoblamayman, 40 kilo hisoblayman, 40 kilo. O 28 ta payvandimni 25 ta dona hisoblayman. Diqqat bilan quloq solinglar. 25 dona ko'chatdan birinchi terimga, bir martalik terimga 40 kilo teryapman ha. 250 ta ko'chatdan qancha bo'ladi? 250 ta ko'chatdan 400 kilogram bo'ladi, tushunaymi? 2,5 ming ta ko'chatdan qancha bo'ladi? 4 tonna bo'larmidi? 4 tonna bo'lardi. Xo'sh. Endi 1 gektarga qancha ko'chat ketadi? Men lishni 25 ming ta ekaman. Sizlar qancha ekasizlar yozinglar. 1 gektarga agar 25 ta eksam, 25 ming ta eksam, xuddi mana shu birinchi terimni o'zida 40 tonna berarmidi? 40 tonna berardi. Ko'rdingizlar? 1 gektarga 25 ming ta ko'chat ekib, birinchi terimga ana shunday kutib birdaniga ikkita gulxona terasizlar, 40 tonna bo'ladi. 40 tonna. Odamlar yil bo'yi unaqa tonnani tera olmaydi. Ko'rib yurman odamlarni 30 tonna, 25 tonna bilan yurganni, 15 tonna bilan yurganni ham 1 gektardan ko'rib yurman. Ozgina odamga ixlos qilinglar, qanday nima tavsiya berilyapti, xuddi shunday qilinglar, hurmatli dehqonlar. Unaqa qiyin ish emas. Teplitsadan 100 tonna olish unaqa o'lim ish emas. Sal ixlos qilib, o'sha aytilgan ishlarni qilib, vovремя
aytilgan ishlarni qilib, sharoitlarni qilib, anav qilish kerak, tamom. Men sizlarga oddiy o'zim bilan olib kelgan Dog'istonga, bir umr yomg'ir, quyoshsiz mamlakatga shunday ana shunday chiroyli pomidor, qattiq shunday qattiq toshdek qattiq pomidor, qip-qizil pomidor yetishtirib ko'rsatyapman. Gidroponikaga teng bo'ldi, yerga emas. Yerdagi dehqonlarni вообще zo'r bo'lgan. Shunday ba'zi birlariga zo'r bo'lganki, tasavvur ham qila olmaysizlar. Tushundingizlar? 1 gektarga agar 25 mingta ekkanimda, xuddi shu taktika bilan ishlaganimda, birinchi terimga уже 40 tonna. Ya'ni 2 kes tersam 40 tonna, 80 tonna bo'ldi уже. 5-chi, 6-chi kesni tersam qancha bo'ladi? 120 tonna bo'lardi. 7-chi, 8-chi kesni tersam 160 tonna bo'lardi. Ko'rdingizlar? Men 8 ta, 9 taga to'xtatganman. Dальше ana o'zi ikkita kesni terib bo'lganimdan keyin palakni ozgina tushirib, yuqoridagi bachkalar bilan endi dальнейший yuqorisini ikkitadan qilib davom ettiraman. Maqsad o'sha ikkitadan 4ta yo 5ta o'stiraman haligini, palakni. Ularni ham chiqanga qilaman. Yuqoridan ham 8 ta gulxona olaman. Endi bu yo'g'ini o'zlaringiz hisob-kitob qilib ko'raverasizlar. Hurmatli dehqonlarim, salomat bo'linglar, ishlaringizga omad. Bunaqa videolarni yaxshi qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Bunaqa oddiy sekretlar, bularni sizlarga har kim mana bunday qilib bermagan shu vaqtgacha. Bironta video bo'lsa menga o'taringlar, ko'rayman. Qani kim bu darajaga narsani ochib, ana ko'rsatib, sizlarga tayyor material, tayyor tajriba qilib berganini bitta ko'ray. Menga o'taringlar. Telegram gruppamga a'zo bo'linglar, lichkamga o'taringlar, men ko'ray bitta. Xullas shu gap. Salomat bo'linglar, hurmatli dehqonlar. Ishlaringizga omad.